Jismoniy tarbiya va sport to'g'risidagi qonunimiz haqida sohada yana bir muhim yangilik davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan iqtidorli yoshlarni seleksiya qilish va ularni katta sportga yo'naltirish bo'yicha mutlaqo yangi tizim Prezident Olimpiadasi o'yinlari joriy etildi. Kimlar sport agenti sifatida jalb qilinadi, ularda malaka talabi bo'ladimi va ular kimni tasarrufida bo'ladi? Har bir sport turi bo'yicha xalqaro federatsiya mavjud va har bir xalqaro federatsiya o'zini reglamentini tasdiqlaydi bu bo'yicha. Qonunning oxirgi moddasida alohida modda ketyapti, ya'ni hukumatga 3 oy muddatda ushbu tartiblarni qabul qilish va ushbu tartib loyihasini ishlab chiqqanmiz. Yuqorida aytib o'tgandek, agar xalqaro federatsiyaning reglamenti bo'lsa, unga havola qilamiz. Agar reglament bo'lmaydigan bo'lsa, bu o'sha alohida bir tartibni, ya'ni sport agentlari uchun joriy qilish rejalashtiryapti. Aholini ommaviy sportga jalb qilish va ommaviy sport tadbirlarini tizimli o'tkazib borish belgilanmoqda. Sportda dopingning oldini olish va unga qarshi kurash tartibi takomillashtirilmoqda.